Assalomu alaykum. E'tiboringizda Nazar haftalik ma'lumot dasturi. Bu dasturimiz orqali o'tib borayotgan haftaning muhim xabarlariga birgalikda nazar tashlaymiz. Studiyada Davron Asponov bugungi dasturimizda. Aqlli shahar loyihasini hukumat o'z kuchi bilan amalga oshirmoqchi. Xitoy shirkati bilan bitim bekor qilindi. O'sh shahar budjeti qabul olindi. Mablag' qaysi tarmoqqa ishlatiladi? Ortga jildirilgan yordam pul qonuni to'xtatilib, to'liqlashga jo'natildi. Har bir to'ralgan bolaga beriladi. Ulardan uy ulesini sotsiallik ahvolida qarashdan. Sayyohlardan soliq olish tashabbusi ko'tarildi. Bizning telekanal Sarmardin teletanlovini o'tkazadi. Dasturimizni boshlaymiz. Aqlli shahar loyihasini hukumat o'z kuchi bilan amalga oshiradi. Huawei Technologies kompaniyasi bilan hukumatning shartnomasi bekor qilindi. 60 million dollarlik loyihani davlat o'z kuchi bilan amalga oshirishiga jamoatchilik ishonmaydi. Shu bilan xorijlik kompaniyalar bilan tuzilgan shartnomalarni muvaffaqiyatsiz yakunlanayotgani hukumatning obro'siga soya solayotganini tahlilchilar ta'kidlashmoqda. Aqlli shahar loyihasi Toza jamiyat milliy dasturi asosida amalga oshirilishi kutilayotgan edi. 2018-yilning 11-yanvarida hukumat Xitoyning Huawei kompaniyasi bilan shartnoma tuzgan. Unga ko'ra 1,5 yil ichida yo'l halokatlari ko'p uchragan strategik yo'llarga video kameralar o'rnatilib, sarflangan mablag'ni hukumat 5 yil ichida to'lab berilishi aytilgan. Dolbordon chiqu hech qanday yuridikalik jana finansылық bir чыгымдарга алып барбайт. Анткени бул долбоор ишке ашырылышы үчүн толук техникалык документациялар болгондон кийин гана күчүнө кирмек. Biroq aqlli shahar loyihasini davlat o'z kuchi bilan amalga oshirilishiga ko'pchilik xalq vakillari ishonmaydi. Sababi 60 million dollar mablag' qayerdan olinishi hozircha noaniq. Shu sababli tez orada hukumat boshqa sarmoyadorlarni topsa, o'lkada avtohalokatlar soni kamayishi mumkin. Акылдуу шаар боюнча эми жалгыз эле бул инвесторлорду карабастан ички булактардан болобу же тышкы инвесторлор боюнча эми ишти алып барышыбыз керек. Албетте болор иш болду, бирок бул долбоор бүгүн болбосо эртең срочно бүтүрө турган ишти. Ошон үчүн мен ойлойт элем, азыркы өкмөт башчыбыз дагы тез арада бул маселени чечкенге бардык күч-аракетин жумшаш керек. So'nggi vaqtlarda o'lkada inson o'limi bilan yakunlangan avtohalokatlar tez-tez ro'yxatga olinmoqda. Shunda o'lka fuqarolar xavfsizligini xorij kompaniyalariga topshirish noto'g'ri ekanini Tinchtikbek Shaynazarov ta'kidlab, aqlli shahar loyihasini o'z daromadiga qurish tashabbusini qo'llaydi. Boshqa chet mamlakatning kompaniyalari negizdan эле boshqa mamlakatlar Qirg'izistonga yaxshilik qalabaydi. Алардын maqsadi bir proyektni bitirib, акчасын алат, откаттарды алат, бүтті, кетти. Барып баягы ошо кыргыз элинин мойнуна ошол кредит, бүт карыздар жүктөлөт. Азыркы биздин өкмөттүн кадамы, чечими бул эң туура, мен эки колдоп колдоймун. 2012-yili o'sha vaqtdagi hukumat xavfsiz shahar loyihasini taklif qilgan. Biroq tender nizoga aylanib ketgani uchun 6 yildan beri to'xtab turibdi. Shunday qilib uning o'rniga taklif qilinayotgan aqlli shahar loyihasi ham yakuniga yetmasdan to'xtatildi. Xorij kompaniyalari bilan tuzilgan shartnomalar muvaffaqiyatsiz yakunlanishi o'lka hukumatiga noto'g'ri so'zlar olib kelishini ba'zi tahlilchilar ta'kidlashmoqda. Өкмөт деген бул расмий орган. Ошон үчүн бирөө менен кол коердон мурун ал компанияны булар 100 жолу изилдеп чыгыш керек. Эмне үчүн анын тегерегинде кеңешчилер жүрөт? Кеңешчилер бул коомдун гана сынын тосуп бере турган калкан катары функция гана аткарбастан, негизинен ошол алар менен келишим түзөм деп жаткан компаниялардын аброюн, ага чейинки тарыхын, алардын кылган ишин изилдеп негизи 100 жолу ойлонуп чыгып анан кол коюла турган нерсе да. Бул оюн эмес да. 2017-yili Qirg'izistonda 6346 ta yo'l halokati ro'yxatga olinib, natijada 1000 ga yaqin odam olamdan o'tgan. Agar yo'llarda video nazorat xizmati bo'lsa, ular soni qisqarar edi. Endi aqlli shahar loyihasini hukumat o'zi amalga oshira oladimi yoki yana xorijlik kompaniyalar qo'liga qaraydimi degan savol jamiyatda ochiqligicha qolmoqda. Yil yangilanganidan 3 oy o'tib, nihoyat O'sh shahrining budjeti
qabul qilindi. Budjetning asosiy summasi 940 million so'm deb aniqlangan. Uning 40% ta'lim boshqarmasiga ajratilib, yo'l va kapital qurilish boshqarmalariga eng oz pul bo'lindi. Shu bilan birga jamoat tinglovlaridagi fuqarolarning ko'targan takliflari inobatga olinmadi. Nima uchun boshqa zaruratlar bu yilgi budjetga kirgizilmadi? Bu haqda navbatdagi lavhada ko'ring. U shahar kengashi deputatlari navbatdagi 12-sessiyasida shaharning 2018-yildagi g'aznani qabul qilishni eng asosiy masalalardan biri qatori qo'yishdi. G'azna 940 million so'mni tashkil etib, o'tgan yilgiga solishtirganda 105 million so'mga ko'p. Meriya loyihasiga ko'ra u quyidagicha bo'linadi. So'nggi 7 yildagi ko'rsatkichi 2012-yilda 418 million 580 ming 800 so'm, 2013-yilda 738 million 150 ming so'm, 2014-yilda 780 million 70 ming so'm, 2015-yilda 930 million 663 ming so'm, 2016-yilda 1 milliard 34 million 759 ming so'm, 2017-yilda 834 million 914 ming so'm deb qaralgan bo'lsa, 2018-yilda 940 million 186 ming so'm deb taxmin qilinmoqda. Undan davlat xizmatlariga 2017-yilda 107 million 132 ming 500 so'm ajratilgan bo'lsa, 2018-yilda 154 million 560 ming 800 so'm qaraldi. Mudofaa uchun o'tgan 2017-yilda 5 million 534 ming 700 so'm qaralgan bo'lsa, joriy yilda 6 million 684 ming 800 so'm qaraldi. Iqtisodiy xarajatlarga 66 million 460 ming 800 so'm o'tgan yil ajratilgan. Bu yil bo'lsa 74 million 490 ming 800 so'm bo'linishi qaralgan. Turar joy va kommunal xizmatlariga 2017-yilda 245 million 180 ming 900 so'm bo'lingan bo'lsa, joriy yilda 264 million 837 ming 900 so'm deb taxmin qilinmoqda. Bayram, madaniyat va din tarmog'iga o'tgan 2017-yilda 69 million 563 ming 600 so'm bo'lingan bo'lsa, bu yil 75 million 111 ming 600 so'm qaralmoqda. Ta'lim tarmog'iga 2017-yilda 316 million 926 ming 100 so'm qaralgan bo'lsa, 2018-yilda mazkur summa 338 million 916 ming 500 so'm deb qabul qilish arafasida. Ijtimoiy muhofaza tarmog'iga esa o'tgan yil 24 million 115 ming 500 so'm bo'lingan, 2018-yilda 25 million 583 ming 600 so'm deb qaralmoqda. Muhokamaga qo'yilgan g'aznada bungacha jamoat tinglovida aytilgan umumiy muhtojliklar uchun 540 million so'm zarur ekani aytilgan. Shahar g'aznasida buncha mablag' ajratishning imkoni yo'qligi uchun fuqarolar taklifi qo'shimcha mablag' topilsa takliflar amalga tatbiq etiladi. Hazır meriyaмен сүйлөшүүлөрдө республикалык бюджеттен бизге компенсация катары 100 миллион сом тегерегинде акча келет деп күтүп атабыз. Эгерде ошол акчалар келсе, ошол элдерден берилген эң маанилүү, эң керектүү болгон сунуштарды ишке ашырууга мерия дагы даяр, шаардык кеңеш дагы бул жөнүндө кам көрүп атабыз. Bu yilgi g'aznaning asosiy qismi bilim berish va tozalik tarmog'iga ajratildi. Qolgan tarmoqlarga esa respublika g'aznasidan qo'shimcha mablag' ajratilsa, yana qo'shimcha bo'linishi aytildi. 2018-жылдын негизги бюджети бул билим берүүгө, ошондой эле шаардын тазалыгына, аны каржылоого, коммуналдык чарба тармактарына бөлүндү десем болот. Бүгүнкү чечимге мен ойлойм, шаардын мекеме уюмдарынын жетекчилери бардыгы эле каршы болгон жок. Буга чейин бардыгы менен макулдашылган. Андан кийин контрол цифраны биз алып келгенбиз. Bu galgi sessiyada deputatlar shahar merini ham 2017-yilda bajargan ishlari bo'yicha hisobotini tinglashdi. Unda xalq vakillari shahar rahbarining hisobotida sonlar mos kelmasligini aytib tanqid qilishdi. Kunning ikkinchi yarmida aniqlash kiritilgandan keyin shahar rahbarining hisoboti qanoatlantirarli deya topildi. Hilola Ashurova, Marat Akimbek o'g'li Nursulton Abdukarimov, Intimaq. Ortga jildirilgan yordam pul qonuni to'xtatiladi. Ijtimoiy rivojlantirish ministrligi o'zgartirishlar kiritilgan loyihani ishlab chiqdi. Agar qo'llov topsa, yordam puli har bir bolaga emas, kam ta'minlanganlarga beriladi. O'zgachaligi oilalarning davlat yordamiga muhtojligini ijtimoiy rivojlantirish boshqarmasi emas, balki qishloq hukumatlari aniqlaydi. Taklif qilinayotgan loyihaning o'zgachaligi va farqlari haqida muxbirimiz hikoya qiladi. Davlat yordam puli haqida qonunga o'tgan yil iyul oyida o'sha vaqtdagi prezident Almazbek Atambayev imzo chekkan. Hujjat shu yilning 1-yanvaridan kuchga kirishi kerak edi. Parlament hukumatning taklifi bilan suyunchi pul qonunini qoldirib, biroq yordam pul qonuni bo'yicha me'yorlarni kuchga kiritish muddatini 1-aprelga ko'chirgan edi. Muddatidan avval esa ijtimoiy rivojlantirish boshqarmasi tomonidan qonunni o'zgartirilgan varianti taklif qilindi.
Мурдагы мыйзамда бул мындай болгон эмес. Ким жөлөк пул алуучу аз камсыз болгон балдары бар үй бүлөлөрдүн гана балдарына 2700 сомдон сүйүнчү пул чегерилген. Азыр ал жөлөк пул мына балага сүйүнчү деген ар бир төрөлгөн балага берилет. Алардын үй бүлөсүнүн социалдык абалына карабастан. Aprelda kuchga kiradigan qonunda yangi tug'ilgan har bir bolaga 4000 so'mdan suyunchi pul berish va 3 yoshga to'lmagan bolalarga har oyda 700 so'mdan berish ko'rib chiqilgan. 3 tadan ko'p farzandli oilalarga esa 3-sidan boshlab har biriga 16 yoshgacha 500 so'mdan yordam puli beriladigan bo'lgan edi. Qayta o'zgartirilgan qonun loyihasida esa suyunchi puli qoldirilib, yordam puli avvalgiday kam ta'minlangan oila farzandlari uchun berilishi ko'rsatilgan. Bunday qilayotgan ikki bolaga to'laydi ekan, muddatgan degani menimcha to'g'ri emas qo'y. Har bola aqlli da Qirg'iziston jaran bo'lgandan keyin turadi. Cho'q yashagan kishilkay bolalar bor, pensiya oladi deb, o'shalarga pensiya oladi deb chaqirib aytishadi. Al pensiyani ota-onalar o'zlari uchun nima qilishganda, al baldарын bag'ishga nima qilishgan emas. So'zsiz barda muhtojlik. Yosh bolalarga buga chayin to'lanib kelgan, ham har kim har qanday narsani chiqaradi, biroq to'lash kerak, bolalarga to'lab berish kerak. Hozirgi o'zgartirilgan qonun loyihasini Ijtimoiy rivojlantirish ministrligi jamoat muhokamasiga olib chiqdi. Yaqin kunlarda parlamentga olib chiqishi kutilmoqda. Xalq vakillari esa bungacha qo'llov topgan qonunni bekor qilish uchun hukumatni ayblashmoqda. Жылына 155 мың бала төреледі. Только 3 жашқа чейінкіге 3 миллиард сом талап қылынады. Анткени біз поголовно барына беріп атабыз. Барыңарды чакырам, ушул мыйзамга каршы добуш бергиле, өкмөт аткарсын. Qirg'izistonda har bir 3-chi bola kambag'allikda istiqomat qiladi. Kam ta'minlangan oila farzandlarining har 6-sidan bittasi yordam puli oladi. Aholining quyi qismi bilan faoliyat olib boradigan tashkilotlar yordam puli loyihasida xalq fikri inobatga olinmayotganini aytishmoqda. Birinchidan ayol hukumatning javobgarchiligini qo'yamiz deb atadi. Al bo'yicha bizning negizdan mizamlarda kelishmasliklar ko'p. Ayol hukumatining javobgarchiligini qo'yardan oldin alardan ustidan ishlagan mizamlarni taqtash kerak. Tahlilchilarning so'zlariga ko'ra qo'shimchalangan qonun eskisining o'zi. Parlament deputatlari ham hukumat 2009-yildagi qonunni qayta taklif qilmoqda deya ta'kidlashmoqda. Endi mazkur loyiha qo'llovga ega bo'ladimi, yo'qmi, buni vaqt ko'rsatadi. Sud, huquq tartibot va nazorat organlarida ishlaganlarning mulklari tekshiriladi. Tarmoqning xodimlari, shuningdek, ularning oila a'zolariga 100 ming so'mdan ortiq bahoga buyum sotib olishni taqiqlash bo'yicha qaror loyihasi ishlab chiqilmoqda. Shu bilan birga ularning mulki majburiy deklaratsiyadan o'tkazilib, maoshi naqd bo'lmagan to'lash tizimida olib boriladi. Yangi talablar poraxo'rlikni kamaytira oladimi? O'lka rahbarining topshirig'i bilan poraxo'rlikni oldini olish maqsadida 45 ta tadbirni qamragan qaror ijrosiga kirishdilar. Shu sababli jamiyatda poraxo'rlikni o'chog'iga aylandi deyilgan sud, huquqni himoya qilish va nazorat organlarining rahbari majburiy deklaratsiya to'ldirib, gumon yaralsa o'zining tarkibidagi mulklar qachon sotib olingani haqida tekshiruvlar olib boriladi. Biz ошондой эле укук коргоо, көзөмөл жана сот органдарынын кызматкерлерине жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө накталай түрдө 100 миң сомго чейин мүлк сатып алууга тыюу салына турган мыйзамды карап жатабыз. Же болбосо алар өзүнө керектүү буюмду 20 миң сомдон жогору сатып алса, анда алар атайын күбөлүктү толтуруп, аны мамлекеттик кадр кызматына өткөрүп бериши керек. Алар аны өз кезегинде жеке документке тиркешет. So'nggi yillarda poraxo'rlik moddasi bilan bir qator rahbar va yetakchilarga jinoiy ish ochilgan, biroq ularning barchasi ham jinoiy javobgarlikka tortilmagan. Bu kabi ishlarni yakuniga yetish uchun hujjatlarni Milliy xavfsizlik xizmatidan boshqa prokuraturaga o'tkazilib, prezident nazoratida bo'lishi aytildi. Noqonuniy ishlarni yashirishga yordam berganlarning barcha mol-mulki musodara qilinib, davlatga o'tkazilishi kerakligini ba'zi tahlilchilar ta'kidlashmoqda. Huquq qo'rg'ov organlarining xizmatkorlarining ichidan чоң байлыктар табылса, аны мамлекет мыйзам түрүндө конфискация жасай албаса дагы, бул бөлөктөргө сабак болот да. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул жогорку кеңеш мыйзамды катуулап, эгер укук коргоо органдарында иштегендер мындай көмүскөй байлык топтой турган болсо, ошону мамлекет конфискация кылып алганга шарт түзүп бериш керек да.
Qirg'iziston korrupsiyalashgan davlatlar tarkibida ekanini jahonning bir qancha tashkilotlari aytib chiqishgan. Shu sababli Sooronbay Jeenbekov kuch tizimlarini huquqni himoya qilish organlari bilan hamkorlik qilishga chaqirib, ba'zilarini xizmatdan oldi. Ammo sud Milliy xavfsizlik xizmatining butunlay isloh qilmaguncha holatdan chiqish imkoni yo'qligini Ravshanbek Jeenbekov aytmoqda. O'zgarishimiz kerak. Korrupsiya qila olmay turgan чөйрө, korrupsiya qilganga оор bo'lgan чөйрө, анан бардыгы бири-бирин контролдогон жаңы мамлекеттик институттар түзүлгөн. Biz алар жасаган жокпуз. Ошондуктан президенттин жана анын командасынын бүгүнкү күндө өзүңөр коррупциялашкансыңар, анан кийин бул уюм коррупциялашкан экен деп айткан сөзүнөн эч нерсе өзгөрбөйт. Korrupsiya bilan kurashish nafaqat hukumatning, balki har bir fuqaroning vazifasidir. Sababi ba'zi vaziyatlarda fuqarolarning o'zlari ham aybdor bo'lishmoqda. Biroq jamiyat bilan xodimlar orasidagi poraxo'rlikdan avval davlat partiyasi tizimidagi salbiy illatlarga aylangan siyosiy korrupsiyani bartaraf qilish kerak. Бардык коом жапатырмак киришсе, ошондо гана коррупцияны жоюш болот да. Саясий коррупцияны жоймойнчо бул коррупцияны жоюш өтө оор. Siyasi korrupsiya. Birinci orunda siyasi korrupsiya. Benim partiyamdan, benim yakınım, benim nemem degen prinsip menen kadrlar koyulup keldi. O'lkada korrupsiya bilan kurashadigan bir necha rahbarlar almashdilar. Poraxo'rlikka qarshi kurashish o'rnini almashish bilan bartaraf qilinadimi? Buni albatta vaqt ko'rsatadi. Batkenning Tojikiston bilan chegaradosh Kaksay yangi mahallasiga el joylashmayapti. U yerdan uchastka olib bormayotganlariga kommunal sharoitlarning yo'qligi sabab. Yer uchastkalari 15 yil avval berilgan bo'lsa-da, toza suv va elektr yorug'i keltirilmagan. Batafsil navbatdagi lavhada. Ziyoda Jalilova 12 yil avval Qoqsoy qishlog'idagi yangi uchastkasiga uy solgan. O'shandan beri ko'chib kela olmasdan ovora. Sababi bu yerda ichimlik suvi va elektr energiyasi yo'q. Shu sababli tayyor uyini tashlab, qo'shni Qorabog' qishlog'ida ijarada istiqomat qilishmoqda. 5-yildan beri salib, o'shadan beri yashayapman. Bu uyda kelib yashashga shart yo'q. Bu joq Tojikistonga cheklesh, granitsa. Bir 20 metr ылдыйга түшсөңүз, жол. Границада турамын. Анан бул жагым свет жок, светтин жоктугуна байланыштуу. Ушу жерде келип жашашыма шартым жок. Мен айына 4 жолу 5 жолу келип карап коёмун. Анан buzilib jo'nadi uylarim. Batkenning Tojikiston bilan chegaradosh Qoqsoy yangi uchastkasida 60 nafarga yaqin xo'jalikning uchastkasi bor. Elektr energiyasi yo'qligi uchun birortasi ham ko'chib kelmagan. Mahalliy hukumatga bir necha marotaba murojaat qilib, o'tgan yili simyog'ochlar o'rnatishgan. Biroq shu kunga qadar elektr energiyasi tortilmagan. Bu yerda ayыл өкмөтү проводду алып бере турган болгон. Биз калган столбаларды алып кое турган болгонбуз. Бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн ишибизди аткардык. Айыл өкмөтү быйылкы жылдын ушул бюджеттин эсебинен жасап беребиз деген сөз берген. Эми эгерде алып берсе, жакын арада бизде айырда 3-4 күндүк эле иш бар. Провод алып берсе бүтүрүп беребиз. Qoqsoy yangi uchastkasini elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun 6000 metr elektr simlari kerak. Agar chegara hududiga elektr energiyasi olib kelinsa, uy solganlar ko'chib kelib, atroflar sim bilan emas, aholi bilan to'lar edi. Ал жерде азыр электр ошол кийинки келечек үчүн эле тартылган жанагы электр момчуран тургузганбыз. Анан ошол жерге келечекте ошол үйлөр курулуп калса деп уже эмелер алып барылып коюлган. Столбар тартылган түргө чубалларга каражат быйыл тапсак, быйыл куруп беребиз аны. Suv yo'qligi uchun bog' daraxtlar qurib, meva sabzavot yetishtirishning imkoni yo'q. Agar qishloqqa elektr energiyasi olib kelinsa, nasos yordami bilan suv muammosi ham hal etiladi, deydi mahalliy hukumatdagilar. Jalolobod oblasida zotdor mollarni ko'paytirish kerak. Aks holda yaxshi nasllar yo'q bo'lib ketish xavfida. Zotdor mollarni ko'paytirish uchun sun'iy urug'lantirish qimmatga tushadi. Bu esa fermerlarga qimmatga tushishi ma'lum bo'lgan. Oblastda sog'in mollarning 10-15%gina sun'iy urug'lantirilar ekan. Oblastda sondan sifatga o'tish harakati qanday bormoqda? Suzoq rayonining Barpa qishloq hukumatida hayvonlarni sun'iy urug'lantiruvchi 2 punkt bor. Bu joylar mahalliy hukumat tomonidan ochilib, faoliyatini boshlagan. Xizmat haqqi bilan urug' narxini qo'shganda fermerlar bir sigir uchun 750 so'm to'lashadi. Hozir biz simental urug' bilan qachiramiz, shvit parodasi bilan, alatavskiy urug'lar bilan negizdan qachiramiz. Biroq өзүбүздүн кыргыз малдарга да качырган болсок, бар бир натыйжасын берет. Ал элде түшүнүк бар, баягы өзүбүздүн малдарды качырган болбой, туалбай калат башка деген ал бекер сөз. Качырса
породный структура болот. Urug'lar Yevropa davlatlaridan xususiy tadbirkorlar yordamida olib kelinmoqda. Go'sht va sut berish imkoniga qarab narxlar 750 so'mdan 1,5 ming so'mgacha bo'ladi. Qimmat bo'lgani uchun ko'pchilik bu orqali hayvonlarni urug'lantirishni istashmaydi. Shu bilan birga ko'payish mavsumi boshlanganda qishloqlardagi hayvonlar yaylovga chiqariladi. Malдар туды, тугандан кийин эле торпоктор менен уже жайлоого чыгарышка туура келди да негизи. 2 февралда малдар туса уже 1 айда мал эме болбойт да. Шарт туура келбейт. Баягы ветеринарский жактан алганда деле, бул жагынан алганда деле торпоктор 1 айлык болбой эле жайлоого чыгарып бергенбиз. Barpa qishloq hukumatida 4 mingdan ortiq sog'in sigir bo'lsa, 200 ga yaqini har yili shu yo'l bilan urug'lantiriladi. Qolganlari tabiiy yo'l bilan ko'payadi. Zotdor hayvonlarni ko'paytirish uchun yaylovlarda ham ko'chma urug'lantirish punktlarini ochish kerakligini mutaxassislar ta'kidlashmoqda. Uy degan guylaganda to'xtata oladi. Buqa degan qanchalik aralıkta olsa da barib tağılады. Ошондон өзүнчө бериш керек, өзүнчө багыш керек букаларды. Букадан качкан uydu kayra tekşerip kayra aldırıp salış gerek boyundan aldırganda al köp bolsa 1-2 ay ele boğuz bolot 2-3 ay аны алдырып болгондо ал кайра күүгө келет өзү аны bir айдын ичинен кайра күүгө келет анан куудуруп койсо болот. Асыл туркум чарбалар жанагы мүлк ээси өзү аракет кылыш керек. Буга биз туура түшүндүрүшүбүз керек. Азыр мисалы үчүн мамлекет тарабынан абдан чоң колдоолор болуп атат. Кандай маселеде? Ветеринария. Мына жайыт комитетиндеги ветеринарларга арыз долбоорун алган өкмөттүк колдоо. Бирден ар жайыт комитетине 2ден ветврачка, жеке ветврачка мотоцикл берди. Ta'kidlab o'tsak, Jalolobod oblastida zotdor qoramollarni ko'paytirish bo'yicha 34 ta punkt ochilgan. Mazkur punktlarning kuzatuvi ostida hududda 320 mingdan ortiq qoramol bor. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Qirg'izistonga 3 milliondan ortiq xorijiy sayyoh kelib ketadi. Joriy kengashning deputati Saydulla Nishanov Qirg'izistonga kelgan chet ellik sayyohlarning har biridan $20 sayyoh solig'ini olish taklifini berdi. Lekin Moliya ministri Adilbek Qasmaliyev bu taklifni yaxshilab o'rganish kerakligini bildirdi. Bu tashabbusning salbiy va ijobiy tomonlari haqida muxbirimiz hikoya qiladi. Qirg'iziston sayyohlik darajasi yuqori o'lkalar qatoriga kirgani bilan dam oluvchilarga tuzilgan sharoitlar quvonarli emas. Tarmoqni yaxshilashga davlatning imkoniyati cheklangan bo'lgani sababli har bir sayyohdan olingan $20 turizmni rivojlantirishga va o'lkadagi ijtimoiy obyektlarni, yo'lni qurishga sarflansa degan fikrni tashabbuschi deputat aytmoqda. Eğer $20 turist için alıp görsek, bunda bir paşka tamekiniyle tegeregindeki söz bolup atat da. Bırak Kırgızstan için bunda çoğun jardan bolup kalatken. Bizde hazır mesele çoğun, çeçe turgan meseleleri köp, oşolle aylık, oşolle turistlerge şart düzüş için biz akçanı çoğul tutuşumuz gerek. Hem akça biz bir joldorini tappasak başka jaktan bolboyt ekan. O'tgan yili o'lkaga 4,5 million chet ellik fuqarolar kelsa, uning 1,5 millioni sayyoh qatori ro'yxatga olingan. Natijada mahsulotlarni, buyumlarni sotib olishdan g'aznaga 25 milliard so'm tushsa, sayyohlik kompaniyalarining solig'i 100 million so'mga yetgan. Dam oluvchilardan soliq olish tashabbusi bu vaqtgacha bir necha marta ko'tarilgan. Shu sababli sayyohlardan mablag' olishning mexanizmi ishlab chiqilmaguncha tashabbusni amalga oshirish mumkin emas. Turistlerden акча топтоонун баягы мезгил келгенге чейин анын механизмдерин иштеп чыгыш керекпиз. Туристтер жөн эле келип баягы атайын терминалга барып, ал жерде төлөп, анан справка албаш керек да. Бул кандайдыр бир автоматтык түрдө баягы туристтер төлөнүп аткан акчадан gelip qandaydir protsentde ошол фондго келип түшүш керек деп ойлойм. Sayyohlarning 70% issiqko'lga keladi, sababi o'lkada plyaj turizmi yaxshi rivojlangan. Bundan tashqari tog'da yurish, madaniy va tarixiy turizmni ham yo'lga qo'yish boshlandi. Dam oluvchilarning ko'p qismi Rossiya, O'zbekiston, Qozog'istondan kelgani sababli ulardan soliq olish to'g'ri emasligini mutaxassislar ta'kidlashmoqda. Turistlar kim birinchi ko'p bizde. Bu Kazakistan menен Россиянын туристтери көп да. Аны ошолордон да $20 чогултабы. Аны $20 алып чогулса биз Кыргызстан, Россияга барсак кандай болот? Алар дагы бизге $20 киргизишеби анда. Аны бизден иштеген жумушчулар Россияда иштеп жүргөн. Алар кандай болушат? Ошол суроолор көп чыга баштайт да бул сунуш менен.
O'lkada yozgi mavsumdan tashqari qishki turizmni ham rivojlantirsa bo'ladi. Har yili 23 tog' chang'i bazasiga xorijliklar kelib, dam olib ketishadi. Asosan sayyohlar oliy va o'rta qatlam bo'lib ikki turga bo'linib, bizga kelganlarning ko'pchiligi o'rta darajadagilar. Shu sababli ular uchun $1 ham ahamiyatli. Agar xalq vakillarining taklifi qo'llovga olinsa, davlat iqtisodiy tomondan zarar ko'rishini tahlilchilar bildirishdi. Туристтердин саны азайышы мүмкүн, 30-20% азайышы мүмкүн. Андай нерселерди киргизип көрүшкөн башка өлкөлөр, андай нерселер жакшы таасирге алып келбейт. Туристтер азайып, кээ бир учурда мисалы үчүн ошол Вьетнамда ошондой сбор киргизгенде туристтер такыр кирбей калган өлкөгө. Ошондой нерселер болушу мүмкүн. Sayyohlardan soliq olishni xalq vakili parlamentga taklif qatori aytgani bilan unga hukumat nuqta qo'yishi kerak. Biroq dam oluvchilar hisobidan g'aznani to'ldiramiz degan tashabbus qanday natija beradi, uni vaqt ko'rsatadi. Intimaq Media Group Sarmerden teletanlovini o'tkazadi. Tanlov O'sh oblasidagi rayonlar orasida uyushtiriladi. Tadbirda qirg'iz milliy urf-odatlari aks ettiriladi. Teleloyiha yil yakuniga qadar davom etib, har oyda 2 rayon uchrashadi. Final musobaqasi dekabrga mo'ljallanib, bosh mukofotga avtomobil qo'yilgan. Bular Cho'ng'ilay tumanidagi iqtidorli o'g'il qizlar. Ular Intimaq telekanali tomonidan tashkil etilgan Sarmerden teletanloviga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Bungacha tumanlararo tanlovlarda ishtirok etishsa, endi oblast miqyosidagi tanlovlarda o'z iqtidorlarini namoyish etishadi. Muzikal mektebiz yo'q. Shunday bo'lsa dag'i bugungi ko'rsatilib o'tgan buga cheyindagi o'tkazilgan ishlarimiz bor. Shuni qura uyda o'tirgan jo'nakay qarapayım elin qo'ldosidan chiqqan, dayardan chiqqan talantlarning negizida dayardan kelishdi. Dag'i o'zgartirishlar bo'lsa, oldimcha qo'shimcha qilib yursa, yaxshi dengelde olib chiqib bir yerga mana aytaqlaymiz degan o'ydamiz. Birinchilardan bo'lib tanlov xuddi shu Cho'ng'ilay va Qorasuv rayonlari orasida o'tkaziladi. Shunday qilib Sarmerden oblastidagi jami 7 tuman orasida har oyda o'tkazilishi rejalashtirilgan. Unda doston, irkesi, aqya kabi shartlar qo'yilgan. Intimaq telekanali bu orqali milliy urf-odatlarni tanitish va millatlararo ittifoqni yana ham mustahkamlashni ko'zda tutgan. Негізі бұл ilgeten Qırgız elinin sалтында бар ойындардың бири десек те болады. Ушул кандай жандантуу максатында, жаңыча форматта чыгуу максатында уюштуруп жатабыз. Бул ушул 2018-жылы аймактарды өнүктүрүү жылына карата десек те болот. Bu tadbirni boshqalardan farqi bu yerda ko'rgazma yarmarkasi ham tashkil etilgan. Unda tumandagi korxonalar tomonidan tayyorlangan qo'lbola va yengil sanoat mahsulotlari qo'yilgan. Bu orqali tanlovda xalq orasidagi iqtidorlar va hududlarni rivojlantirish loyihasi bilan tanishishga imkon beradi. Tadbir hukumatning O'sh oblastidagi vakilligi tomonidan tashkil etilgan. Regionlarda da talantular көп да. Ошолорда тандап алалы деп атабыз. Анткени көп эле биз иш-чара өткөрсөк, негизинен баягы атактуу эле ырчылар катышат экен, атактуу ушу оончулар, ал эми көп эле мындай таланттар элдин арасында калып кетип атат да. Мына ошолорду тандап туруп, анан биз ушундай бир чоң иш-чараларга пайдаланалы деп атабыз да. Sarmerden teletanlovi dekabr oyigacha O'sh shahrida Sulton Ibrohimov nomidagi drama teatrida o'tkaziladi. Birinchisi 17-martda bo'lib o'tadi. Intimaq Media Group keyingisini oblastlar orasida o'tkazishni rejalashtirmoqda. Hilola Ashurova, Nurjamal Barg'ibayeva, Qimbat Abdusamatog'li, Intimaq. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat. Keyingi yakshanba nazar orqali yaxshi xabarlarga birgalikda nazar tashlash umidida xayrlashaman. Sog' bo'ling.